Assalomu alaykum. Bozorqo'rg'on shahri Anvar Mahmadaliyev ko'chasi 69-jer uy qizil kitob menen sotuvga chiqdi. Jer ayanti 6 sotik. Bahasi 5 million 200 ming so'm. Sulashuv yo'llari bor. Bardıq so'rovlar bo'yicha tomondagi nomerlarga chalib, so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Uy to'liq menen remontdan chiqqan. Uyga kirgandela sol joqda 3 bo'lmaga atayin betonlari quyilib, dayarlab qo'yilgan. Birinchisi podval menen, ikkidagi qo'shimcha bo'lmaga betonlar quyilgan. O'zgacha bo'lgan zeleniy zonalar menen toza suv kirgan, santexnika ishlari to'liq menen butgan. Arqamda atayin banyaga jer tashtalgan. Bu kladovka, kuxnya plus tapchan so'ris menen. Uyga kamera naблюдениялардагы qo'yilgan. Uyimizdagi o'ta sonun современный stilda qurilgan kirgandele hol, prixoshkasi, arqamda turgan bu dushovoy vanna, bu jag'inda zal, kirganda sol joqda kuxnya, kuxnyadan ichkariga kirganda ikki spalni, bir детский, bir родительский spalnisi menen. Bu jag'i dushovoy vannasi menen. Stiralniy mashinalar qo'yilgan, slifter to'liq menen chiqqan. Bu jeri zal. Zaldagi to'liq remontdan chiqib, aboylar jarmashtirilgan, patologlar butgan, lustralar ilinib, bar jo'g'i sonun butgan. Kuxnyada gaz plita, moykasi, kuxonniy mebel bar jo'g'i o'rnatilgan. Kuxnyadan kirganda ikki spalnisi. Sizlar ko'rib turgan bu родительский spalnisi, alemi bu детский spalnisi. Uyning ichindagi spalni garnitur, zaldagi stenka, kuxnyadagi kuxonniy mebel, жаңы to'silgan zanaveskalar bar jo'g'i algan odamga qoladi. Chinni aytganda shuncha uy tartgan bo'lsak, eng уютный uylardan deb aytsak bo'ladi ekan bu uyni. Orientirimiz Bozorqo'rg'on poliklinikasi, больницасының xirurgiyani arqa jag'i bo'lib qoladi. Bahasini aytib o'tgandaylar 5 million 200 ming. Sulashuv yo'llari bor. Algan odamga yaxshilik kunlarida nasib etsin.